Qizili bu to'rttasi bitta kofe. Ko'pchilik hozir kofe ichishga qo'rqyapman. Shahnoza opa, kofedan ko'pchilik o'lyapti ekan, kofemiz shunaqa yomon deb aytishadi, lekin bizani Ersak kompaniyasini kofesi naturalniy, to'rttasi bittada. Buni ichida hech qanaqa kimyo qo'shilmagan. Gripreshi, maringasi bor va undan tashqari toza eng qimmat narsalarni qo'shishadi. O'shaning uchun bizani kofelarimiz har doim ham ko'chalarda sotilmaydi, originali. Bu kofemizdan o'zim 96 kilo bo'lib, hozirgi paytda 75 kiloga tushganman qizili. Bu kofeni tayyorlanishni aytib o'taman. Hech qachon qaynagan suvga tayyorlamaylik. Yana undan tashqari aytib o'tmoqchiman, bu aqlli kofe. Agar siz och qoringa ichsangiz ozdiradi, to'q qoringa ichsangiz esa semirtiradi. Ko'pchilik menga savol berishadi, Shahnoza opa, semirishga nima bor deb. Semirishga bizda обязательно Ersak kompaniyasining kofelari bor. Undan tashqari ozmoqchi bo'lgan insonlarimizga ham juda ham kerakli mahsulotimiz.